Barselona haqiqiy oilaligini aynan Joan Laporte mana shu so'zlardan bilvosak bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'ring va kanalimga obuna bo'lish esdan chiqmasa, unda biz boshladik. Gap shundaki, Andres Christensen 4 oy yoki 5 oyga safdan chiqqani aytilyapti va uni 4 oy 5 oydan keyin afsuski shartnomasi tugaydi va Barselonada u o'ynash huquqiga ega bo'lmaydi va boshqa jamoa qidirish kerak bo'ladi. Tabiiyki, jarohatlangan futbolchini qaysidir klub olishni hech kim xohlamaydi va ko'p ehtimol Andres Christensen ancha muddat futbol o'ynamashi mumkin, chunki jamoa topish unga juda ham muammo bo'lib turgan paytda Laporte shunday intervyu berdi. Biz Christensenga yana bir imkon beramiz, chunki bu futbolchini og'ir paytda tashlab ketish bizni klubga to'g'ri kelmaydi. Biz yana 1 yil muddatga shartnomani uzaytiramiz va bemalol Christensen biz bilan qolishi va biz bilan futbol o'ynashi mumkin bo'ladi. Jarohatlangan Christensenni afsuski hech kim qo'llab-quvvatlamayapti, lekin aynan Laporte faqatgina Christensen bilan shartnomani uzaytirish bo'yicha kelishuvga erishdi va Christensen yana 1 yil shartnomasi Barselonada bo'ladi va bemalol jarohatdan keyin futbol o'ynash imkoniyati paydo bo'ladi. Shunaqa gaplar Barselona haqiqiy oila desam, ya'ni ishonmaysizlar.